Siz intensiv bog' kesmoqchi bo'lsangiz, demakda sizga ushbu videomiz foyda beradi degan umiddamiz. Boshladik. Buni olishimiz kerak, chunki bu tomonda shox yo'qligi sababli buni qo'zizaman. Buni olganim manga ichkariga kirgan, bu bir-biriga kirgan shoxlarni doim olishga harakat qilishimiz kerak. Xatar qilsa bo'laveradi kelajakda. Ularni oson osilib qolishi mumkin. Asosiy ularni olamiz. Faqat ko'zga yomon ko'ringan hamda juda yaqin bo'lgan shu shoxlarni olib turibmiz. Hozir yana sekin-sekin olaveramiz. Biz xalaq yo'qolgan bo'lsa. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. Yana daraxtni tomonga chiqib tashlaganimiz sababi traktorga xalaq beradi. Saqachasi bo'ladi. Olmaz. Gözü çoğlar. Böyle kadar olmaz. Bunu koyuz durama. Ama yok. Ben tursa olur bizge halak vermeyapti. Ne oluşumuz ki benim. İlgilisi yani zor shox bo'ladi. Yo'lga chiqamiz. Ana hatta buni ko'rsatayım. O'ta shoxlar bir-biriga yaqin zich. Albatta mana. Tanlab olamiz, olib tashlaymiz. Bak. Bu menga kerak emas. Tamam. Yo'shuchilarni olaman. Tepaga harakatlanamiz. Tepada mana. Buni qo'yib, ilgili shoxcha qo'yib olib tashlaymiz. Nasıl? Yo'nalish beraman. Sababi mana qurib qo'ygan. Shuni yo'nalish beryapman. Agar o'ta shoxni ko'p desak, mana doimo o'rtadagi shoxni chiqarib tashlasak bo'ladi. Mayda shox kerak emas. Mana mayda shox yana bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Hozir mana mayda shoxni olayotganimiz sabab meva ham yo'q, faqat mana qurishni boshlagan. Bunga quyosh nuri tushmadimi? Demak, qurish ehtimoli juda ham katta. Yoshligida qolgisi bo'ladi. Hozir daraxt kattalashgan sari quyosh nurini olib kirmasak, bu shoxlar ketish ehtimoli katta. Tevadagi mayda shoxlarda quyosh nuri yaxshi tushadi, shuning uchun qurish ehtimoli juda kam ularda. Teva qismida, endi pastdagilarda qurish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Sabab quyosh yetarli tushmaydi. Olamiz. Olamiz. Süper. Narigi tomonlarni qilib olamiz. Mayda shoxamda. Bir ikkita qo'yib qo'yganim mayda shox, ularga quyosh yaxshi tushadi baribir. Ko'ryapsizlar, ochiq. Shox yo'qligi sababli baribir hozirgi o'tkayli noto'g'ri kesilgan mana. Ko'rib turibsiz. Biz anaqa daraxtni 3dan 1ni tashkil qiladigan shox emasda bu. Noto'g'ri kesilgan. Xudo xolasa bo'ldi. Endi mana olishimiz kerak va bo'y yetmayapti. Ya bu yetganini chiqaraman. Buni ham bo'ldi. Hozircha shular.
Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.